haqiqatdan chanqoq ichlarim qurib, bilimga tashna. Juda maza qilaman bilimda, darsingizda o'tirsam, tushuntirishlaringizga, samimiyligingizga rosa maza qilaman. O'shaning uchun sizdan yaxshiroq olaman. Kecha bir nimadan kelibdi, bir ustozni menejerlarimi yo kimdir bir yozibdi, mana shu ustozni o'qiganmisiz, darslarini tashlab beraymi? Men aytdim, yo'q, hozir mani o'zim energiyam o'tirgan, ulardan energiya oladigan ustozlarning darslaridaman. Rahmat, ehtiyoj sezsam sizga xabar beraman dedim. Rosa maza qilaman ustoz, baringizga shukur. Rahmat. Chiroyli so'zlaringizga rahmat Halima opa. Ichingizdagilarni yoritib berganingizga ming rahmat. Chunki hamma ham mana shu borini gapira olmaymiz. To'g'ri, masalan, men ham ba'zida gapira olmasdim. Mana shu gapirish kerak ekan, ichingizdagini. Maqtov ham, menda bir ustozim bo'lardi 20-yilda. Maqtov ham o'shani anaqasi, ya'ni haqqi deganlar-da. Voy, men ko'p maqtayman odamlarni desam, qaysidir ma'noda uni haqqi. Mana shuni yoritib bersangiz, o'zingizga ham mana shu qaytadi, qaytim energiyasi bo'ladi deganlar-da. Shuning uchun ham minnatdorman. Chiroyli ta'riflaringiz, go'zal tilaklaringiz, maqtovlaringiz uchun. Alloh sizga mana shuni qaytarsin. Mendan bo'lmasa ham o'zingizni shogirdlaringizdan, o'zingiz o'quvchilaringizdan Alloh sizni ham mana shunday bundanda a'lo maqtovlar bilan sizni ta'rif etsin. Amin inshaalloh. Kattakon rahmat, chunki siz loyiqsiz. Chunki meni o'zimni ichimdagi bo'yab, bejab nimadir gapirishni o'zim yoqtiraman emas-u, chunki borini gapirishni yaxshi ko'raman. Ichimdagini gapirishni aytadi-yu, sevasanmi? Et. Masalan, yomon ko'rasanmi, uni ham ayt, fikringni bildira ol. Men o'sha erishganim uchun fikrimni bemalol bildirishga, ya'ni ba'zilar paxta qo'yapsanmi deydi, yog'layapsanmi deydi, u qilyapsanmi deydi, bu qilyapsanmi deydi. Kim qanaqa tushunursa mayli, u o'zini fikri. Lekin men borini aytaman-da, sizni haqiqatdan baribir yaxshi ko'raman ustoz. Aylanib yana sizga kelganimni ko'ryapsiz. Boringizga shukur. Rahmat. Sizga ham rahmat. Xo'p, assalomu alaykum yana bir bor. Demak, bugun mayli kim vaqti bo'lsa kirar, qanaqa savollar bo'lsa, raskopkalar bo'lsa, raskopkalar qilib tashlaymiz. Halima opa, sizda qanaqa savollaringiz bor? Ichingizda qiynayotgan nimadirlaringiz bormi? Yozinglar. Mana shu yerda Xudo xolis Dilabo, assalomu alaykum, sizga ham yaxshimisiz, omonmisiz? Ertalabki energiyadagi nimalaringizni o'qib xursand bo'ldim. Kontraktni to'layapsiz. Ba'zida biz ham vaqtida to'la olmaganmiz kontraktlarni. Mashalloh dedim, xursand bo'ldim siz uchun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zulxumarga yana bir bor Halima opasiga ham assalomu alaykum. Hammaga assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi, yaxshimisizlar? Va ertalab mana shu energiya gruppa kursi boshlangandan beri men nechinchi marta aytishdim, Zulxumar rosa ko'p aytdim, lekin shu boshlayman mana hozir Halima opam aytadilar, kim nima desa deversin deyaptilar. Men ham shu kim nima desa borini gapiryapman-da. Va o'shani tushib nima qoluvdim, shu energiya kursi boshlangandan beri, o'sha birinchi kundan beri menda juda yaxshi o'zgarishlar-da. Ertalab vaqtli turish, ishlarimni joy-joy qilib, ko'chada qolib yotgan, necha oylab qolib yotgan ishlarim bor, qilib kelyapman, bitirib kelyapman. Bu yoqdan pullarni kirib kelishi, hamma narsa mana shu anaqa ekanda, insonni o'zida ekanda, shunaqa deb bildim-da, o'zi biluvdim, yanada ham bilyapman-da. Inson voy qachon bo'larkin deb o'tirsa bor, uning uchun hech kim deb Xudoy taolo ham bandam harakat qilsang, men barakangni beraman deb bekorga aytmagan ekan-da. O'tirsa o'tiraverar ekanda hamma. O'shaga uni qilyapman, buni qilyapman, tabiat qo'yniga chiqyapman, yuryapman, dietalarimni qilyapman, suvlarimni normasini ichyapman. Hammasi Xudoga shukur joy-joyida bo'lyapti. Zulxumor, kattakon sizga rahmat. Halima opam aytganlaridek, aylanib shu aylanib kelaveramiz deydi. O'shangiz. Boringizga rahmat Zulxumor, iloyim. Haqiqatdan ham Zulxumardan hech qayerga ketish o'zi emas-da, keta olmaymiz. Baribir aylanib dil tortaveradi, energiya tortaveradi. Ustozni energiyalari boshqacha-da, hech boshqa ustozlarda uchramagan energiya-da. O'shaning uchun aynan baribir chiqib ketganim ham yo'q edi. Lekin baribir bitta aylanib keldim-da, yana shu ustozni bag'irlariga.
Boringlarga shukur. Rahmat sizlarga ham kattakon. Bag'rimizga kelaveringlar deymiz Dilrabo, bag'rimizga kelinglar deymiz. O'sha hali mana aytdingiz Dilrabo, Alloh aytadi sendan harakat mendan barakatda. Kayfiyatimiz baland bo'lishi uchun ham harakat qilishimiz kerak. Pullarga ochilishimiz uchun ham harakat. Doimiy insonda harakat bo'lsa, Alloh ma'qulimda baraka beraveradi. Hatto siz kula olasiz. Hatto siz ko'chalarni aylanib kela olasiz. Hatto yangi ichingizdan fikrlar keladi, g'oyalar keladi. O'zingizdan o'z xursand bo'lib ketasiz. Kimlargadir chiroyli so'zlar gapiringiz keladi. Kayfiyatingiz oshadi. Shu bejizga emas, sendan harakat, mendan barakat. O'shaning uchun doim inson harakat qilganda erishadi. Xo'p, Halima opa tushish deb yozibsiz. Menda hozircha tushish. Nega tushib ketyapsiz? Nima sizni tushiryapti? Manda hozir yuqoriga intilganim sari teskarisi bo'lib turibdi. Uni men baribir bu vaziyat bo'lishi kerak ekan, yashab berishim kerak ekan deb o'tyapman buni ongli ravishda. Manda transformatsiya bo'lishi kerak. Men chiqishim uchun avval yashab o'tishim kerak ekan. Tushish chiqishlari bo'ladi, o'shalarni yashab o'tishim kerak ekan. Yashab o'tganimdan keyin men tajriba bilan chiqaman. Tushgan joyimdan tajriba bilan chiqaman. Zato men tajriba orttiryapman deb o'zimga shu motivatsiyalarni beryapman, lekin men hali istagan hayotimga o'zimni olib chiqa olmayapman nimagadir. Faqat teskarisi bo'laveryapti. Ya'ni ko'proq masalan yaxshi ishlarga kirish, o'zimga mos ishlarga kirish yoki как бы mijozla chiqish yoki bir menga kimdir bir qayerdan nima qilib ko'rib qolib yo eshitib qolib ish taklif qilish yoki shunaqa takliflar bo'lar balki degan sarim yo'q, o'zim yoqtirmagan ishlarga kirib ishlashga majbur bo'lishlarim meni biroz xafa qilyapti. Ya'ni shu holatlar, ya'ni pul ham ya'ni mo'ljalimdagi, tirishganimdagi darajada bor emas. Ishim ham hozir men bu Turkiyada eng qilgim kelmagan, eng nafratlangan idish yuvish. Buni ham aytib qilyapman, shuni nonini yeyapman, idish yuvish. Uni onamda ko'rganman. Onam ham posudammoykada ishlaganlar, barmoqlarini orasi yara bo'lib, nuqul o'tga yod qo'yardilar-da, achishtirganda biza borib puflardik. Achishtirmasin deb. Lekin baba ertaga yana kiradilar, yana idish yuvadilar, qo'l hech qachon tuzalmagan. O'sha esimda qolgan, yo o'zim hech yoqtirmayman suvni ichiga kirishni, lekin qayerga borsam aynan shuga majbur bo'lib qolyapman. Shu biroz tushunarsiz holat menda. Endi qarang, Halima opa, qisman o'zingizni bizda shunaqa bo'ladi, yo'q, men o'syapman, menda shunaqa qiyinchilik bo'ladi. Shu qiyinchilik urib, ya'ni qiyinchilik bizni savalab zato tajriba olamiz deb qaysidir o'rinda to'g'ri aytyapsiz, tajriba olasiz, zato men mana buni o'rganyapman deysiz, lekin bu yerda sizda xohlamaganlik hissi ham bor-da, yoqtirmaslik hissi bor. Mana shu his bilan ishlashingiz kerak. Demak, men xohlamayman, men rad etgan vaziyatimga, demak, karma takrorlanyapti. Qaytib yana kelib qolyapsiz. O'zi suvdan qochaman, lekin menga suvli ish kelyapti. O'zimga yoqtirmayman, lekin mana shu narsaga yana urilib qolyapman. Mana shu bilan ishlashingiz kerak bo'ladi. Mana shu hisni tozalashingiz kerak, poklashingiz kerak bo'ladi. Qabul qilishimiz kerak. Demak, biz qabul qila olmayapmizmi? Qaysidir narsani qo'yib yubora olmayapmizmi? Voy, bo'ldi, qabul qildim, roziman deya olmayapmizmi? Yana sizga kelaveradi, sizni pastga tushiraveradi. Biling, bizni pastlatadigan voqealar energiyamizni pasaytirib yuboradi. Tushkun, pastda, xafamiz, chutib bo'lmayapti, chutib o'xshamayapti deb demak, nima bo'ladi? To'g'ri, shu oralar ba'zan kulishga ham kuchim yetmay qoladi. Oldin
polni og'zim ikkala cheti qulog'imgacha yetib, rosa pozitiv inson hozir. Ba'zan kulishga o'zimda kuch topolmayman. Zo'rlamayman o'zimni. Zo'rlasam ham qilolmayman. Shunaqa holatda, balki hozirdir quvlagan. Menda bitta prinsip borki, quvlasang, qochsang quvlaydi. Man bundan qochyapmanmi, demak quvlar ekan. Men uni siz aytganingizdek tan olib qabul qilishim kerak ekan. Turgan joyimda, ha bo'pti, kelsanmi berilding, tan olaman, qabul qilaman. Bunda ham bordir bir xayr. Hammasini Alloh beradi. Zotan undan hammasi. Ana endi to'g'ri. Hozir siz angladingiz, qarang, botqoqlikdan chiqamiz. Mana kechagina agar audio sessiya haqida eshitgan bo'lsanglar, ong ostiga, ya'ni onga olib kelib beradi. Chunki biz topishimiz kerak, bo'ldi, tan olaman, qabul qilaman. Chiqarganingizdan keyin mana shu his bilan ishlashingiz kerak bo'ladi keyingi etap. Bu his qachon, qayerda ushladingiz, nima bo'ldi? Va qay holda jirkanasiz, qay holda qo'rqasiz, qay holda xavotirlanasiz. Buni yozish orqali bajarsangiz ham bo'ladi yokida o'sha ko'zlaringizni yumib bajarsangiz ham bo'ladi. O'zingizda qisman qaysi bir o'rinda rastkubkaviy nimalaringiz bor, amaliyotlaringiz, mana shuni ishlatsangiz ham bo'ladi. Kechaginda siz menga lichkangizga savol bilan murojaat qildim. O'sha yerda mana shu rastkubkalarni ishlab oling degan edingiz. Bilasizmi? Hozir shunaqa nima vaziyatdamanki, dars qilgim kelyapti, yangi ma'lumot olgim kelyapti va uni ulashgim kelyapti, o'tiraman qog'ozga yoza olmayman. O'zim ustimda ishlayman desam, kovlashga chiqmayapti. Shu anaqa bermayapti, ongim ochilib bermayapti menga, ongim yordam bermayapti. O'sha nima desamkin, ana kuni o'tirim savol beryapman, ana kuni yurishga chiqdim, o'tgan kuni yurishga chiqdim. Ochiq havoda skameykada o'tirib, o'zimni ham ishlashgim keldi. Savol berib, javob olib, ozgina raskopkaviy ishlagim keldi. Savol beryapman. Yo'q, javob yo'q. Bermayapti ichim javob. Men bilan gaplashmayapti. Qachondan beri o'zi shunaqa savol beraman, o'zim bilan ishlashga harakat qilaman, anglashlar olishga oldin kelib turardi. Shunda ketma-ketiga tushib turardi. Hozir yo'q. Demak, yopilib qolgansiz. Demak, yopilib turibsiz, o'sha javoblarga ochila olmayapsiz. Demak, xastalik pir bo'lgan. Vobshe to'yib ketgan holat bo'ladi bir xillada. Bor, o'shani ham qilgim kelmayapti. Buni ham qilgim kelmayapti. Bo'lmaydi degan energiyangizni pastlatayotgan fikrlar bor. Nima sizni qiynayapti? Nega sizga javob kelmayapti deb o'ylaysiz? Shuni bilolmayapman-da. O'shaning uchun sizga murojaat qildim. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Javob yechim kelmayapti menga. Xo'p, endi qarang. Qayerda qatda o'zingizni ayblayapsiz? Bormi ayblayotgan holatlaringiz? O'zimni ayblayotgan holatim bor. Nimani noto'g'ri qilyapmanki, men chiqaman degan joyimda o'zimni olib tushib ketyapman. Men o'zimni olib tushib ketyapman deyapman. Hamma narsa mendan. Men noto'g'ri qilyapman. Men nimani noto'g'ri qilyapman? Nimani noto'g'ri qilyapman? Yo qayerdan kasalik qilyapman? O'zimga anaqa savollar bilan ustimga bostirib kelyapman. Nimani noto'g'ri qilyapman? Nimani hammaga o'xshab bo'lolmayapman? Manu to'g'ri, solishtirish noto'g'ri. Solishtirganda eng katta xatoimiz bizning samotsenkamiz tushadi, to'g'ri. Lekin hatto ozgina bo'lsa ham nimadir olgan bo'lishim kerak-ku, men deyapman, deb bo'lish kerak-ku, tajriba bo'lish kerak-ku, olib chiqish, o'zingni olib chiqasan. Ustoz tarixalab aytadilar-ku, qulog'ingizdan, hatto chochingizdan tortib olib chiqing o'zingiz botqoqdan. Lekin o'shani qilolmayman. Nega men qilolmayman deb o'zimdan o'zimni shu shaklda ayblayapman. Qayerda noto'g'ri qilyapman? Hali men nimani noto'g'ri qilyapman? Nimaga qilolmayapman? Mana shu aybdorlik sizni pastga tushirib yuboryapti. Endi fikrlaringizni o'zgartiring. Shart emas o'zimni ayblashim. Men bugundan boshlab o'sishga tayyorman. Gapiring, ayting.
tan olaman, qabul qilaman. Ha, men o'zimni ayblayotgan edim. Tan olaman, qabul qilaman. Ha, men o'zimni judayam ayblayotgan edim. O'zimga katta yuk berayotgan edim. O'zimdan hamma narsani o'zimdan deb bilib talab qilayotgan edim. Tan olaman, qabul qilaman. Xo'p, mana shu yuk eritilinsin. Man o'zimga qo'yayotgan yukim og'ir, tonnadan ham og'ir yukim eritilinsin. Mendagi yuk eritilinsin. Chuqur nafas olib, nafas chiqaring. Toza nafas, kuch, quvvat, ishonch kirayotganini tasavvur qiling. Nafas olayotganingizdan og'zingizdan, burningizdan toza ishonch hissi, quvvat hissi ichingizga kirayotgani va qiyinchiliklar chiqib ketgani, og'zingizdan qiyinchiliklar, ishonchsizliklar, ayblovlar chiqib ketayotganini ko'rsating. 3 marta shuni qiling. Toza ishonch, quvvat, energiya kirayotgani, qalbingizda markaz, ishonch markazi hosil bo'lganini tasavvur qiling. Nur bor, nuqtani toping qalbingizda. Mana shu nuqta ishonch nuqtasi. Nur. Mana shu ishonch nuri kattalashayotganini ko'rsating. Kattalashyapti. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh san bilan hammasi oson. Alloh o'zingga oson, o'zing oson va yengil qilgin. Xo'p. Mana shu nur, ishonch nuri sizda kattalashyapti. Qo'yib yuboring hamma narsani. Qilolmayapman, eplolmayapman. Shart emas o'zingizni ayblashingiz. Bugundan boshlab o'sishga tayyorman. Bugundan boshlab o'zimni o'zgartirishga tayyorman. Ruxsat beraman. Bundan boshlab men o'sishga, rivojlanishga, yetuklikka erishishga, katta bo'lishga tayyorman. Bugundan boshlab men bolalik pozitsiyasidan chiqishga tayyorman. Bolalik pozitsiyasini qo'yib yuborishga tayyorman. O'sishga, rivojlanishga tayyorman. O'zimni aybdor qilishim shart emas. Hech narsa meni qo'limda emas. Men aybdor emasman. Xo'p, qo'yib yuboring, hammasini qo'yib yuboring. Bo'lmayapti-yu, o'xshamayapti-yu, charchadim deganlar uzilib ketaversin, sizdan chiqib ketaversin. Qo'yib yuboring hammasini. Sizdan yechilib ketyapti. Ha, anu karusel, aylanadigan karusel boru arg'imcha, o'sha aylanyapti-da, как будто bitta zanjiri uzilib ketyapti. Zo'r, yaxshi. Chiqazing. Mani bloklarim tezda yechilib ketyapti. Mendagi bloklar hammasi tezda osonlik bilan yechilib ketyapti, chunki Alloh oson qilyapti. Menda bilimlarim bor, qobiliyatim bor. Menda bilim va qobiliyatim bor. Yetarli o'zim bilan ishlashga, o'zimga ishonishga, o'zimni sevishga, o'zimni olib chiqishga, rivojlanishga bilimim bor. Yetarli. Yaxshi. Kutilmaganda yaxshiliklarga ochiqman. Men hamma yaxshiliklarga ochiqman. O'zimga ruxsat beraman, loyiqman, eng yaxshilarga loyiqman. Menda hamma narsa yaxshi, menda hammasi yaxshi. Menda hamma yaxshi bo'lmagan negativ bloklar, mendagi hamma bloklar hammasi chiqib ketyapti. Qilolmayman deb kuchanganim, eplolmayman deb zo'raganim, o'zimga aziyat berganim, o'zimga kasallik berganim, o'zimga kuch berganim, hammasi chiqib ketyapti. Voy, hozir anaqa shuni yumalab tuzlashadi-yu, pomidor bodringlar tuzlab qo'yishadi-yu bochka, o'sha kattakon bochka shunaqa yumalak chiqib ketdi. Ton do'shi ham chiqdi. Yog'och bochkani yumalayotganda do'sh chiqib, o'shanaqa do'sh chiqib, katta bochka ichi qora yumalab ketdi. Yaxshi. O'zingiz o'zgarganingizni tasavvur qiling. Qanaqa xohlaysiz? Qanaqa Halima bo'lishni istaysiz? Mana shunaqa Halimaga aylanganingizni ko'rsating o'zingizga. Bo'yim balon bo'lib ketdi-da, chiroyli Halimaman, bo'yim balon bo'lib ketdi-da, mendan
yaltiroq yulduzchalar chiqyapti. Ertak kinolarda bo'ladi-yu, o'shanaqa ertak kinolarda Blyusklam. ha, ertak kinolarda, rossiyskiy ertak kinolarda bundoq parilar, anaqa yaxshi sohiblardan yulduzlar chiqadi-yu, sehrlangan. O'shanaqa yulduzlar chiqyapti-da, atrofga shundoq yoyilyapti. Mani kayfiyatim yaxshi, o'zim chiroyli. Ya'ni o'zimga shu qadar ishonchim ortdiki, prям bo'yim baland bo'lib ketdi. Uzun bo'yli. Enimda moviy harir libos, nazik ledi. Hop, yaxshi. Yengil his qila olasizmi o'zingizni? Yo'q, boyagi nur chiroq nur turgan joyi qanaqangidir anaqa mushtum bo'lib qoldi. Hop. Nega mushtum? So'rang. Nima xalaqit beryapti? Nur hamma butun tanangizga yoyila olmasligiga. Yo'q, yana javob yo'q. Nur o'sha joydagi turgan nur pardaga aylanib, parda bo'lib, aylanib chiqib ketishga harakat qilyapti boshimdan, kirgan joydan. Hamma joyingizga yoyib tashlang mana shu nurlarni. Alloh bilan hammasi oson. Mana shu nur butun qalbimni sevintirsin, xursand qilsin. Men ochiqman deb ayting. Sevgiga, muhabbatga, rozilik tuyg'usiga ochiqman deb ayting. Sevgiga, muhabbatga ochiqman. Men rozilikka ochiqman. Men qabul qilishga ochiqman. Tan olishga ochiqman. Hamma yaxshiliklarga ochiqman. Xursand bo'lishga ochiqman. Sevinishga, baxtli bo'lishga ochiqman. Oydinlashishga, oydinlikka chiqishga ochiqman. Butun nur, butun tanamga tarqashiga Alloh o'zi oson qiladi. Hozir hammasi tarqayapti, butun. Voy, zo'r bo'ldi. Qanaqa bo'lyapsiz? Butun etim, oyoqlarim, qo'llarim rosa jimirlashyapti. Hammasi shunoq butun badanimga tarqayapti. Zo'r. Bo'shashib anaqa yaxshi oppoq. Hamma yog'im oppoq. Xuddi soqol olishdan oldin sovun surishadi-yu yuziga, sov ko'piklashiga. O'shanaqaga aylandi boyagi nur. U meni yumshatyapti. Sekin mana jimirlashlar to'xtab, sekin endi ya'ni xotirjamlik cho'kayotganga o'xshab his qilaman o'zimni. Zo'r, juda ham zo'r. Hammasi yaxshi. Menda hammasi yaxshi bo'ladi. Zotan yaxshi. Men Alloh himoyasidaman deng. Men Alloh himoyasidaman. Rizqim barokatli. Men Allohning himoyasidaman. Rizqim barokatli. Barcha ne'matlar men uchun. Alloh menga mehribon. Pul energiyasiga ochiqman. Men pul energiyasiga ochiqman. Va mana shu pullarni olib kelishga hayotimga layoqatliman deb ayting. Men shu pullarni dedingizmi, gapirayotgandim? Mana shu pullarni hayotimga olib kirishga layoqatliman deb ayting. Men mana shu ko'p pullarni o'zim istagan miqdorda pullarni hayotimga olib kirishimga layoqatliman, loyiqman. Nima his qilyapsiz? Anaqa nima qanaqa tushuntiray ekan? Tulki quyonlarni boqqan qiz multfilmi. O'sha yerda tulki to'yib qolganidan to'yib olib, mana shunday xotirjam kekirib, daraxtga suyanib o'tiradi. Unga o'sha hech nima qiziq emas. Ortiq hech nimaga quyonlarni ketidan chopmaydi, qushlarni ovlamaydi. Hech nima qiziq emas. Bo'ldi, qorni to'ydi, xotirjam u yog'iga bo'ldi. Qolgan ortga ovqatlar bilan qushlarni boqib o'tiradi-yu. Shu narsa keldi. Juda ham yaxshi. Voy, ketdim. Bu nafas olib shu hozirgi holatga qayting endi.
keyin yozib yozmay ham chiqarib tashlashingiz kerakda Halima opa. Endi bu qaysi kichkina dastur o'rinda nimada bu motivatsionniy bo'ldida hozir sizda. shunaqa Demak, bo'shashdimki, ustoz, shunaqa bo'shashdimki, boya nimagadir bilmayman, chuqur nafas olib chiqaring deganingizda chuqur nafas olishni boshlayotganimda shunaqa o'pkam to'lib yig'i keldi. Buni qilolmayman deb o'yladim. Keyin bajardim. O'sha ichimga yam yashil o'sha energiya kiryapti, moviy yam yashil energiya kiryapti. Puflab chiqarib yuborayotganimda havo bulut osmonda qanaqa ko'rinish shunaqa chiqyapti. Havo kuchli o'simliklarni qo'poradigan darajada yarmi seri, yarmi молочный, yarmi qora mana shunaqa chiqdi ichimdan havo. Hozir hammasi yaxshi, boyagilar yo'q, haqiqatan ham hammasi zanjir uzilib ketdi, karuseldagi zanjirlar hammasi uzilib ketdi. Rahmat. Bu anaqa nerealda, anaqa bir deganda qaysidir turib qolgan narsangizni yechib berishga mana shu holatni bizga anglash bo'lishi kerak bo'ladi-da. Anglash, tushunish, ya'ni tan olish, qabul qilganda haligi blok erishib boshlaydi-da. Shunaqa, rahmat ustoz. Xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'p. Men ham gapirmoqchi edim, gapirsam bo'ladimi? Mayli, gapiravering. Rahmat. Men o'zi psixologiya o'qiganman-da. Gulnora Sobitova yana bir nimalarda psixologiya o'qiganman. O'shandan psixologiya o'qigan bo'lishimga qaramasdan hozir hayotda anaqa payti bo'ladi-yu. Bir chiqish tushishlari bo'ladi, bir chuqur tushishdan keyin bir uchib chiqish bo'ladi-yu, sakrab chiqish bo'ladi. O'shunaqa paytdagi eng chuqur tushishdaman-da hozir. Psixologiya o'qigan bo'lganim bilan baribir hozir bu vaziyat bilan bosh eta olmayapman, ya'ni bu vaziyatni men yecha olmayapman hozir. Shu bir haftadan beri bitta sinov kelib qolganda, bosh anaqaga, ya'ni shu hayotimda menga sinov kelib qolgan, menga, oilamga. O'sha sinovdan anaqa bo'ldi, shu 4 kundan beri davlenam chiqib anaqa qilib, men hozir o'sha vaziyatdan, o'sha sinovdan qo'rqib, shuni yecha olmasdan aybdorlik his qilib, mana deb shunaqa bo'ldi, men harakat qilaman, uddaliyman, shuni biznesga chevirib anaqa qilaman dedim. Yo'q, naborot teskari bo'lib, zararga anaqa qildi. O'shaning uchun men o'zimni ayblab, hech nima qo'limdan kelmas ekan deb tushkunlikka tushib ketdim. O'zimni xarakterimdan kelib chiqib, mana shu tushkunlikka tushgan paytimda o'zimni anaqa qilishga harakat qilaman. Qo'lga olishga harakat qilaman. Oyimni motivatsiyasi bilan oyoqda turibman. Hani insonlar bilan gaplashyapsam, borib magazinga chiqib kelyapsam, kunimni normalniy ovqat pishirib, yeb, normalniy o'tkazyapsam, shu oyimni motivatsiyasi bilan-da. Oyim hammasi yaxshi o'tib ketadi, bir chiqish, bir tushishi degani bilan. Bo'lsam men o'sha chuqur tushishi tagida xarakterimdan kelib chiqib, boshimni ikki oyog'imni orasiga olib o'tirib olganman-da. Hozir вообще chiqish kerak bu vaziyatdan. Boshimni ikki oyoqni o'rtasiga olib bundoq yopilib o'tirib olganman, lekin chiqish kerakligini bilaman. Lekin chiqish bir anaqasi ishtiyoqim ham yo'q-da, baribir. Hop. Qarang, bu to'g'risi kuchli aybdorlik-da, kuchli aybdorlik bor. Qarang, mana shu aybdorsiz, o'zingiz aybdor deb bilyapsiz, to'g'ri chiqish kerakligini bilyapsiz, hamma biladi chiqish kerakligini. U psixologiyada 10 yil o'qiysiz, 15 yil o'qiysizmi, farqi yo'q. Bizda hammaga ham sinov keladi. Alloh hammani ham turlicha o'sha o'zini nimasiga, shart-sharoitiga qarab, o'zini miya aqliga qarab sinovlar beraveradi-da. Kimlargadir og'ir, kimlargadir nima yengil, hammaga har xil o'zini nimasidan, kayfiyatidan kelib chiqib. Demak, siz aybdorlik ketayotgan qisman qayerdadir o'zingizni juda qattiq xatokorman,
xarakterim demak o'sha qaysidir xarakteringizni mana shu xarakterim deb deyapsizda. Qarang, mana shu tanangizda qayerda turibdi shu aybdorlik? Shu aybdorlik asosan qorin tarafda. Butun badan sezilyapti, lekin asosan qorin tarafda. Badaningiz o'ng tarafingizdami? Ha? Xo'p. Ana endi o'sha siz ayblagan nimangiz bor-ku, ismingiz kim? Nozigimmi ismingiz? Ha, Nozima. Nozima. Qarang, o'sha Nozimani toping. Ayblagansiz. Qarang, bu yerda qizlar kim, qachon, qayerda o'zingizni ayblaysiz? Sizlar ham topinglar. O'tmishga boramiz, demang. Qayerda, qachon o'zingizni aybladingiz va nima uchun mana shu o'zingizni ayblab afsuslanyapsiz? Shu qadar o'zingizni ba'zi nafratlanayotgan bo'lishingiz mumkin. Men o'zimni xarakterim, o'zim o'sha paytdagi o'zingizni toping. Topdingizmi, Nozima? Ko'p anaqalar tasvirlar keldi, ya'ni qaysi birini aytishni bilmayman. Hammasini yig'ing. Haqiqatda ayblaganman, haqiqatda shu ishlarni qilganman. During ichingizda aytasiz. Haqiqatda shu ishlar bo'lgan. Tan olaman, qabul qilaman. Boshqa odamlar ham, boshqa qizlar ham, ayollar ham shu ish qilinglar. Agar aybdorlik bo'lsa sizda ham ko'p bo'lsa ko'p, hammasiga qarata ayting. Hamma o'sha o'tmishdagi o'zingizga. Yerga qarab turibsizmi? Holatingiz bir tang ahvoldamisiz? Da, как ustimga butun dunyo qo'ng'ogandek. Tan olaman, qabul qilaman. Men seni kechiraman. Men seni kechiraman deganingizda o'sha hamma siz kechiraman so'zingiz bilan hammasi erib ketyapti. Va bittasi qoladi hozir. Bittasini qoldiring. Hamma voqealar erib ketdi. Tanangizda ham mana shu og'ir yuklar shu bilan birga kechiraman deyishingiz bilan yuklar erishni boshladi, tutun bo'lib chiqishni boshladi tanangizdan, vujudingizdan. Xo'p, haligi bitta o'zingiz qolganingizga yoniga boring, qadamma-qadam yoniga boring. Bordingizmi? Bordim. Yaxshi. Uni quchoqlang, uni o'ping. Bu taqdirimizda bo'lishi kerak ekan. Siz xohlasangiz ham xohlamasangiz bo'lishi kerak, yozilgan. Bo'ldi. Men seni kechiraman. Men o'zimni kechiraman. Men seni kechiraman. Uni o'ping, quchoqlang, bag'ziga bosing va oppoq nur boshingizdan quyilayotgan tasavvur qiling. Tasavvur qiling, butun boshingizdan, sizdan, undan chayilayotganingizni tasavvur qiling. Va mana shu og'ir yuklar, dunyoni og'ir toshi bo'ladimi, dunyoni odamlarida gaplari bo'ladimi, uyat, sharmandalik bo'ladimi, qo'rquv bo'ladimi, qo'rqitishlar bo'ladimi, hammasi yechilib ketayotganini ko'rsating. Ya'ni hammasi sizdan ag'darilib tushib ketyapti. Ilohiy mo'jizaviy nur boshingizdan quyilib, og'ir yuklar hammasi erib ketyapti. Eriting, boshqalar ham qiling, mana shu birga zo'r ishlaydi. Eriting, tan olaman, qabul qilaman. Bu bo'lishi kerak bo'lgan taqdir, qadar.
hammasi chiqib ketyapti. Hammasini chiqazing, ruxsat beraman. Yorib chiqing, chiqing. Chiqa olasiz. Kuchingiz bor, quvvatingiz bor. Ya nur deb ayting. Allohumma ya nur deb ayting. O'sha qobiqdan yorib chiqing, tashqariga chiqing, bo'ldi. Haligili eritilinsin. Erib ketayotganini ko'rsating sizga. Mikrofoningni o'chib turasizlar qizlar. Men kuch-quvvatga to'lyapman deb ayting. Yorib chiqdingiz. Xo'p, haligi qizni quchoqlang, o'ping. O'tmishdagi nozimani o'ping, quchoqlang, seving uni. Va ichingizda ayting, men senga ishonaman. Bu bo'lishi kerak bo'lgan. Bu bo'lishi kerak bo'lgan va bundan biz saboq olishimiz kerak bo'lgan. Ya matin, ya matin, ya matin deb ayting. Alloh asmolaridan bu kuch-quvvat, ya'ni metinlikni, kuchni, quvvatni beradi. Siz yanada ham yorib chiqishingizga va o'sha o'tmishdagi nozimani quchoqlab bag'ringizga bosing. Quchoqlab ichingizga kirib ketyapti. Ya aziz deb ayting endi. Ya aziz. Allohumma ya aziz deb ayting. Alloh butun insonlar orasida sizni aziz qilib qo'yadi. Allohumma ya aziz deb ayting. Hammangiz ayting. Agar tushkunlikda bo'lsangiz, qandaydir siz hurmat ko'rmayotgan bo'lsangiz, ya azizni ko'p ayting. Allohumma ya aziz, Allohumma ya aziz. Xo'p, qanaqa nozima, qanaqa his qilasiz o'zingizni? Boshida biroz жертва obrazida как nozim kichkina nozimani quchoqlayotgandimu, ikkalamiz bir-birimizga yig'lamsirab quchoqlayotgandik. Как juda chuqur qayg'uda edik. Achomlab men senga ishonaman, kechiraman deyotganda, undan keyin qayta shuni takrorlayverganimiz sari anaqa bo'ldi. Men o'zim o'sha kichkina nozima qayg'uda turuvdi, men o'zim bu safar anaqa qildim. Ya'ni qayg'uda emasdi, umid bilan gapirdim kichkina nozimaga. Bu safar umid bera oldingiz. ya'ni umid bilan qila olasan. To'g'ri shunaqa qilyapti, lekin sen уже boshqa ruhsan, sen уже yetuklikka erishyapsan deb qaradim kichkina nozimaga. Hozir tanangizda qanaqa hissiyot ketyapti? Butun shu meditatsiyadan oldin butun tanamda og'riq bor edi, ya'ni og'irlik bor edi. Hozir ya'ni yengillik, ya'ni bo'shlik hozir. Xo'p, juda ham zo'r. Xo'p, ana endi qaytaring. Hayot va quvvatni manbai bilan bog'lanaman. Hayot, butun borliqni, yaxshiliklarni energiyasiga bog'lanayotganingizni ko'rsating o'zingizga. Hayotdagi bo'layotgan yaxshi boylik bormi, baxt, sevgi bormi? Mana shu hayot va quvvat energiyasiga bog'lanyapman deb ayting.
Menga imkoniyatlar ochiq. Menga imkoniyatlar ochiq. Ya aziz, ya aziz, ya aziz deb ayting. Har bitta maydonda meni muvaffaqiyatlar kutib olsin. Har bitta davrada, har bitta maydonda meni muvaffaqiyatlar kutib olsin deb ayting. Tasavvur qiling endi. Har bitta joyga borayotgan sizni qarsaklar bilan, sizni xursandchilik, sizni hurmat qilib, sizni e'zozlab kutib olishayotganligini ko'rsating o'zingizga ana endi. Ko'rsating o'zingizga. Hamma sizni kutyapti. Xursand, sevgi, mehr, muhabbat bilan. Hammangiz tasavvur qiling, nimani istaysiz? Qanday sizga sevgi berishligini xohlaysiz? Sizga qanaqa yaxshi gaplar gapirishligini xohlaysiz? Sizga kim nimalar deyishini istaysiz? Sizni maqtashlarinimi, sizni qadrlashlarinimi? Yaxshi ham sen borsan deyishlarini xohlaysiz. Nimalarni xohlaysiz? Tasavvur qiling. Hammangiz tasavvur qiling. insonlarni davrasiga tasavvur qiling, qiling, tasavvur qiling. Hozir men savol bergandan keyin javob berasiz. Demak, tasavvur qilinglar. Kim sizni qanaqa kutib olishini xohlaysiz? Nima deyishini istaysiz? Qanaqa sevgi berishlarini, qanaqa so'zlar gapirishlarini xohlaysiz? Chuqur nafas olib kirib keturing. Mana shu tasavvurlarga sho'ng'ing. Tasavvur qila olasizmi, Nozima? Yaxshi, tasavvur qiling. Ko'rsating, biz qanchalik ongimizni ko'rsatsak, bu borliqqa sochilib ketaveradi. Ko'rsatinglar qizlar, hammasini ko'rsatinglar. Borliqqa sochamiz. Oldin shakllantirib olamiz va uni sochib yuboramiz. Davaychi. Kim sizga muhabbat berishini, kim sizga pullar berishini, kim sizni maqtashini xohlaysiz? Yaxshi ham sen borsan, boringga shukur, sen eng zo'risan deyishini istaysiz. Kim sizga pullar berishini xohlaysiz? Kim sizga yangi ishlar taklif qilishini xohlaysiz? Tasavvur qiling. Qaysi niyatlaringiz amalga oshishini istaysiz? Tasavvur qiling. Tasavvur. Hozirgi xohishlaringizni oling. Tasavvur qilib olib, ana endi butun borliqqa, yon atrofga sochib yuboring. Mana shu xayollaringizni sochib yuboring. Qayerda yashayapsiz? Qayerda o'tiribsiz? Uyda o'tiribsizmi? Domdamiz, kvartiradamiz, ishxonadamiz, farqi soching. Hamma yoqqa, devorlariga. Butun derazalaringizdan hammasini chiqib ketsin borliqqa. Va bu orzular, xohishlar sizga kirib keladi, tayyor bo'lganimizda. Xo'p. Yaxshi. Sochib yuboring. Men tayyorman deb ayting. Mana shu orzularingiz, mana shu voqealarga men tayyorman deb aytasiz ichingizda. Kirib kelsin. Lekin kutmaymiz. Qo'yib yuboramiz. Qattiq yopishib olmaymiz. Qachon bo'ladi, qachon nima qiladi emas. Yo'q, bir kun kirib keladi. Siz tayyor bo'lganingizda bu xohishlar kirib keladi. Balkim ertaga, balkim 3 kundan keyin, balkim 1 yildan keyin. Biz tayyor bo'lishimizga bog'liq. Biz qo'yib yuborishimizga bog'liq. Hop. Hop. Yaxshi. Tasavvur qildingizmi? Yubordingizmi?
nima his Aha, qilyapsiz? to'g'ri qildim. Boshqa qizlar kim tasavvur qilib, hozir va shu yerga qayting. Qizlarjonlar, hozir va shu yerga qayting va nimalarni his qila oldingiz? Energiyani ko'tara oldinglarmi? Birlamchi eng xohlayotgan narsangiz. Masalan, oddiy kichkinagina morojniy yegiz kelyaptimi? Bir turmush o'rtog'i sizga telefon qilib xabar olishni istaysizmi yoki pul kirib kelishini xohlaysizmi? Nimalarni xohlaysiz va nimalarni tasavvur qildingiz? Yozinglar qizlarjonlar. Hop, Nozima, gapiring. Nima bo'ldi sizda? Manda o'zi o'zgarishga, ya'ni nima deydi, ko'nglim ko'tarilishiga, mana shu chuqurdan chiqishga istagam yo'q edi. Nima yaxshilik, nima anaqa ko'ngil ko'tarilishi deysiz, o'shanga shunchalik anaqadan istagam yo'q edi, lekin qanaqa qilibdir chiqoldim. Qanaqa qilibdir chiqoldim. Shu Allohim anaqasi, Allohning sevgisi qudratli-da, hech bir shukrlikda shu hozircha chiqish planim yo'q degan odamni ham chiqaradi Allohning sevgisida. Allohim buyuk, Allohning nomlari aytilganda shunda chiqarib yuboradi, motivatsiya bo'ladi. Alloh kalomi aytilganda. Siz uchun xursandman. Chuqurlikda sakramagan bo'lsangiz, ana endi bolishingiz kerak emas-da. Ko'rsangiz mana bunaqa bo'lyapti-da, pastda chuqurda o'tiruvdim-ku. O'sha chuqurdan shundoq ko'tarilib chiqarilyapman. Ko'rsangiz chuqurga borman, mana shu o'tirmoqchi edim deb pastga qarab qo'limni uzatyapman, lekin tepaga chiqyapman-da. O'sha chuqurga qo'limni uzatib, mana shu yerda o'tirmoqchi edim deb anaqa qilib qarasam, chiqyapman-da. Yo'q, anaqa Allohning anaqasi sevgisini kuchi chiqyapman. Chiqdim endi, mayli deb chiqib ketdim. Tavba qildim. Zo'r. Xudoga shukr. Rahmat. Zo'r, xursandman. Ba'zida mana shu chuqurliklardan tusha olmasligimizda ong ostida psixikada demak foydasi bo'ladi. Yo'q, hali chiqmayman, yo'q, men siqilyapman, men jertvaman deydi-da. Chunki u yoqda tashqarida mehrli kelib yotgan bo'lishi mumkin. Voy, qo'y, siqilma, asalim, senda ayb yo'q, sen yaxshisan deb. Mana shunaqalar bo'lsa, psixika aytadiki, voy, mana menga поддержка bo'lyapti, voy, mana menga mehr ko'rsatishyapti. Qo'y, mana shunaqa o'tirgani yaxshi, tushkunlikda jertva bo'lib o'tirgani yaxshi deydi-da. Ong ostida bu foydasi bo'ladi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun foyda bilan mana shu zararlarni to'liq ajratib olishga bu dualniy bloklar ketadi. Bloklar juda ham ko'p bo'ladi-da. Ana endi siz qaysidir o'rinda xohladingiz va yugurib chiqib oldingiz. Ana endi jertvaga o'tirib, ya'ni ana o'qib qolishingiz kerak emas, ya'ni pastga tushib olishingiz kerak emas. Ya'ni onga shuni ko'rsatishingiz kerakki, men bu mana paypaslashlarsiz o'zimda kuch-quvvat topaman, sevgi, muhabbatni o'zimda ko'paytiraman deyishingiz kerak. Biz probirkamiz to'lmaganligi uchun, sevgi, muhabbat yo'ligi uchun boshqalardan qidiramiz-da, o'zimizdan jertvaga solib, men qiynalyapman, qara erim xiyonat qildi, voy erim mana, voy bechora bitidan ossin, rostdan shunaqa bo'ptim, boshqa bo'ptim, voy sen o'zi shundoq qandoq ayolsana deb mana shunaqa gaplarni kutamiz-da, ong ostida to'yinmagan g'arizalarni to'ydiramiz. Mehr, mana shu gaplar bilan, bir narsalar bilan, ya'ni probirkani to'ldiramiz. Lekin mana shunaqa paytda jertva bo'lib pastga tushib turgan paytimizda, chuqurliklarda yashayotganimizda prosta vaqtni yo'qotamiz, bo'ldi. U gapiradi, voy bechora deydi, voy bu gapiradi, voy sen o'zi yaxshisan, voy bitidan ossin, u deydi, bu deydi, bu bir tiyinda, nima desam ekan, befoyda-da. Sizga qiyin bo'lsa bo'ladiki, siz chiqa olmaysiz. Mana shunday o'tirib uzoq 1 oy, 2 oy qolib ketaverasiz. Tashqilarini, tashqi olamni ayblab 1 hafta, 2 hafta, 3 hafta ketdi. 1 oy, 2 oy, 3 oy, 1 yilgacha qolib ketishadi shu jertvada. Boshqalarni g'iybat qilaveradi, ya'ni o'sha ayblayveradi. Mana shunaqa qildi erim, qaynatam menga mana bunaqa qildi deb umrini o'tkazadi. Endi qarang. Endi shunaqa gapirib qolsa-ku mayli. Bu tanaga urib yuryapti. Tana yirillab ketyapti, toshib ketyapti narsa. Ko'p qizlarda shunaqa, ko'p ayollarda shunaqa. Tana уже signal berib yotay, baraka top, ko'r, ishla, hadib hamma yoqqa yoyishi foydasi yo'q, yechimini top.
bo'ldi 3 oydan 4 oydan o'tiribsan, hali uni ayblab, hali buni ayblab, qachon konsev deydi bechora tana. Tanaga dori ketadi, pulim yo'q, a konsultatsiya oling yoki man kurs yo'q, pulim yo'q deb o'tirishadi. A bilim psixikaga tiqilmasa, siz bo'ldi o'tirib qolaverasiz, pulingiz dorilarga ketadi. Bolalaringiz kasal, o't betingiz buziladi. Bu hammasi belgilar, borliq koinoti belgilari. Har doim ayol 2 marta yoki 3 marta bo'lsa psixikaga anaqa qilmasa, investitsiya qilmasa, bo'ldi minusga qarab ketadi. Chunki uje hamma o'sib yotibdi. Dunyo uje yer tozalanib yotibdi. Odamlar o'zgarishdi. Shuning uchun ham xohlaysizmi, xohlamaysizmi, psixika bilan ishlash kerak. Yo'qmasam bekor vaqt yo'qotasiz. Keyin nima bo'ladi? Ajrashishgacha boryapti. Ajrashgandan keyin bekor buni qilma, bekor shundoq erim yo'qotib qo'ydim, anu qildim, manu qildim, ahmoqlik qildim deb ayblaganni уже nima so'nggi pushaymon degan mana shunaqa nima bor-ku, shunaqa maqollar bor-ku. Shuning uchun ham o'qiymiz, qizlar o'qiymiz. Demak, keyingisi kimda yana qanday savollar? Rahmat ustoz. Xo'p, rahmat. Rahmat sizga ham, xursandman. Chuqurlikdan chiqarib oldik. Qat'iy chuqurdan chiqardik, uyog'iga o'tib Alloh rozi bo'lsin. to'g'ri bo'lasiz inshaalloh. Xo'p. Demak, assalomu alaykum. Ichkilik, xiyonat, bir xil narsalarni takrorlanishdan charchadim. Nima qilishim kerak? Demak, mana shu xiyonat, ichkilikdan haligacha dars olmadingiz. Qisman qaysi o'rinda saboqlar olyapsiz, lekin mana shu saboqlar olib bilan birga buni yechimlarini bermayapsiz. Nega sizga udarlar hadeb kelib yotibdi? Nimani anglashingiz kerak? Nimani qo'yib yuborishingiz kerak? Nimani tan olishingiz kerak? Qanaqa o'zingizni o'zgartirishingiz kerak? Xulqingizni, fikrlaringizni qay tomonlama o'zgartirishingiz kerak? Nega hadeb ichadi? Nega hadeb xiyonat qiladi? Menda nima noto'g'ri ketyapti degan savollarni kirgizishimiz kerak. Nimaga ishona olmayapman? Demak, hadeb ichkilik, hadeb xiyonatmi? Demak, ishonmaysiz. U tuzalib ketishiga, u ichkilikni tashlashiga, u xiyonat qilishni to'xtatishiga ishona olmaysiz. Demak, turmush o'rtog'ingiz agar shunaqa ichayotgan, shunaqa xiyonat qilayotgan bo'lsa, demak, nima deyapti? Borliq o'zgar, baraka topib. O'qi, fikrlaringni o'zgartir. To'g'ri gumonda bo'l, duo qil, namoz o'qi yokida psixikang bilan to'liq ishla. Ozgincha mehr ber, ozgincha sevgi ber. Sevgi beramiz, to'xtatib qo'yamiz. Yo'q, hozir agar ko'p gapirib olsam, u o'zidan ketib qoladi. Nimaga men hadeb asalim, jonimda urishim kerak? Nega u etmaydi? Agar probirka bo'sh bo'lsa, demak, probirkani to'ldirishimiz kerak. Ishlash kerakda hamma tomonlama. Xo'p, erim aldaganlarga jahlim chiqyapti, xiyonat qilgan ayol ham aldashyapti, meni juda og'ir ta'sir qilyapti. Ta'sir qiladi. Bu og'ir, chunki siz ikkalasi o'ylaysiz, sizni fikringiz meni bular lo'q qilyapti, meni aldayapti, men shunga loyiqmidim, meni bola qilishyapti deysiz. Shunaqa fikrlaringiz bo'layotgan bo'lishi mumkin ichingizdan. Demak, siz o'sishingiz kerak, o'zgarishingiz kerak. Qaysidir nimadirni anglay olmayapsiz. Agar kurslarda o'qiyotgan bo'lsangiz, agar umuman kurslarda o'qimayotgan bo'lsangiz, demak, siz o'qishingiz kerak, ilm olishingiz kerak. Bular hammasi ilm olgan, o'zgargan o'zingni. Xulqimizni o'zgartiramiz, fikrlarimizni o'zgartiramiz, odatlarimizni o'zgartiramiz, o'y gumonlarimizni o'zgartiramiz. Bu hammasi tozalanish, ichimizdagi qo'rquvlardan xalos bo'lamiz, e'tiqodlardan xalos bo'lamiz. Qaysidir odam bo'lmaydi, doim ichadi. Turli e'tiqodlar bor. Blok juda kuchli e'tiqod darajasida qolib ketgan bo'ladi. Mana shulardan qutulishimiz kerakdir, balkim. Assalomu alaykum ustozim, yaxshimisiz? Alloh sizdan rozi bo'lsin. Hammasi uchun rahmat, minnatdorman. Assalomu alaykum Sayyor opa, omonmisiz, yaxshimisiz? Assalomu alaykum Zulfimor opa, yaxshimisiz? Rahmat. Va alaykum assalom Marjona. Men yig'ladim. Zo'r yig'lagan bo'lsangiz, zo'r chiqadi. Yig'lashlar orqali toksinlar, zaharlar chiqadi. Men meditatsiyaning oxirida qatnashdim, lekin yig'lashdan to'xtamay sizga yozyapman. Yig'laganingiz zo'r Sayyor opa. Rosa eriydi, juda eriydi. Vaqtida kirdingiz. Demak, yig'lagan bo'lsangiz, demak sizga nasib qilibdi. Yanada ham zo'r anglash bo'ladi. Men ham yig'ladim, bolaligim bilan uchrashganimda zo'r. Demak, biz o'zimizni topyapmiz. Tushunyapsizmi? Ichimizga qancha kirsak, tashqi olamni tushunish osonroq bo'ladi. Hali biz
ruhimiz boshqa yoqda, energiyamiz boshqa yoqda, tana boshqa yoqda, qisman qaysidir o'rinda. To'g'ri, tana bilan ruh bir joyda, lekin energiyalar boshqa joyda bo'ladi-da. Mana shuni bitta bo'lib yig'ib ichimizga sho'ng'idik. Ichimizga sho'ng'idik, tashqarigi chigalliklar, gap so'zlar, qo'rquvlardan uzildik. Bu zo'r. Bu demak, ichingizga kirdik. Shoiraxon darsni boshlagan, ogohlantirib xabar berganingiz uchun rahmat. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Podдержка bo'lmasa ham chiqolmasa-chi, Zulqumor, men kech qoldim, ta'ziya bo'lib qoldi. Podдержка bo'lmasa ham chiqolmasa-chi. Podдержкani tashqaridan kutmaymiz, ichimizda o'zimiz yaratamiz podдержкani. Alloh bor bizga podдержка. Eng buyuk Alloh bor. Hech kimsiz qolib ketmaysizmi? Alloh bor-ku. Mana Alloh bilan aynan bog'langanda ana bu kuch, mana shu ishonch, mana shu Allohdan keladi. Biz jon tomirimizdan yaqin Alloh taolo. Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Zo'r mavzu bo'lyapti. Rahmat ustojon, Alloh rozi bo'lsin. Va alaykum assalom Nargiza, rahmat. Men o'zimdagi blok sharlarni hammasini nurda eritib oldim. Keyin boshimni o'rtasidan ochib o'zim chiqdim. Puch edim, kichkina zaif oq rangli embrion edim. Keyin men u boshimni ustidagi pul embrion o'zimni qo'limga olib silagan edim, jonlandi, chaqaloq bo'lmaydi debdi. Juda ham zo'r, zapis bo'ladi, ustoz boshini eshita olmadim-da. Bo'ladi, eshitaman. Shonazabon, podдержка, ana bizda, ana podдержка. Siz uddalay olasiz, sizni qo'lingizdan keladi, siz eplay olasiz. Mana shuni, mana biz aytyapmiz. Ana hozir Halima opam ham sizga podдержка beradilar. Keringiz o'zingiz ayting, men uddalay olaman. Men epla olaman, chunki meni Allohim bor. Men hozir mana shu yer sayyorasida yashayapmanmi? Tirikmanmi? Demak, maqsadlarim bor. Yashashim kerak. Baxtli bo'lishim kerak. Chiroyli hayotni kechirishim kerak. Tushunyapsizmi? Siz tiriksiz, demak yashashingiz kerak. Hali chiroyli hayot yashashingiz kerak. Balki maqsadlaringiz bordir. Mana shu maqsadlaringizga yetish uchun ham nimadirlarni anglashingiz kerakdir. Ko'zimga yosh kelib ketdi. Hamma gaplaringizga qo'shilaman. Raskopka olishim kerakmi? Xohlasangiz raskopka oling. Xo'p. Nima bor-ku bizda yana ayol va pul kursi ketadi. Keyin arzonga berib olmash qizlar hammasi o'qisin, pul ayamasin deb. Keyin nima? Pul nima? Pullar bo'yicha, qarz muammosi bo'yicha o'tamiz. Demak, ayol va pul kursida qabul qilish, shukronalik orqali farovonlikka yo'l ochamiz. Pul va ayollik energiyasi, suv sehri, ayol va erkak munosabati, chakralar faollashuvi. Qisman mana shu chakralarning nafs darajalari bilan harakat qilib beraman, nima qilishga, tushuntirishga. Samatsenka ishonch boshqa, samatsenka boshqa. Sevgi o'zi nima, qanaqa, sevgini qanaqa ko'paytiramiz? Mana shular bo'yicha ishonch, qabul qilish kaliti, pullar bo'yicha u отдельно $9 bo'lsa, demak, mana bu kursimizni tak necha puldan belgiladik? $3,5 belgiladik. Demak, 3 kunlik mini kurs, 3 kun ketma-ket o'tiladi. Demak, birinchi kun qarz ostidagi ichki bloklar, nega qayta qarzga kirib qolaman degan savollarga, ikkinchi kun esa pulga bog'liq dasturlarni aniqlash, pul menga nega og'ir keladi, o'xshamaydi, va uchinchi kun qabul qilish va yangi holatga o'tish. Pul oqimini qanday qabul qilaman? Chunki biz pulda ochila olmaslikda rosa katta chegaralar bo'ladi. Buni dars o'tamiz, keyin raskopka, mana bunaqa holatda raskopka qilib o'tamiz qizlar. Shu uchun ham arzimagan pul 1 million, 2 million, 3 million demayapman. Shu qizlar o'ssin, o'zgarsin, meni duo qilsin deyapman. O'zingizdan pul ayab, endi shuni ham endi hozir o'zingizdan ayasanglar, endi men bilmadim, endi nima qilay yana. Xo'p, menda ham shunaqa ahvol, qarz, erim ham, men ham qarzdan chiqa olmayman. Qanchadan ekan, karta tashab qo'ying, qo'shilaman. Bu adminlarimiz xudo xolasa yuborib qo'yishadi sizga. Demak, xo'p, yana kimda qanday savollar bor? Biz anaqa energiya kursida rasa motivatsion yana dars ustiga yana belgilarim kelib, nima qilaman, bu yerda ham xudo xolis nasib bo'lsa dars ustiga yana sovg'a bonus darslar ham berib yuboraman.
chunki ilmni qizg'anmayman, ilm qizg'anish yo'q. Ilm qizg'ansa bichiqib achiqib mog'allab qoladi, o'shaning uchun qizg'anmayman, beraverishga harakat qilaman. Men ham raskopka olmoqchiman. Raskopka olsanglar yozilsanglar bo'ladi, chuqur raskopka yoki deb klassik raskopka. Bu chegirmalar уже tugaydi hozir, уже Instagramda nima qilsa Instagramdan ham odam ko'pda, chunki ko'p nima qila olmayman, ko'p chegirmani aniq qila olmayman, bitta kamroq qilaman. O'shaning uchun hozir yozilsanglar ulgurib qolinglar. Xo'p, ustoz, Alloh sizni sababchi qilib bir zumda yashashim, hayotim go'zallashib, hammasi osonligini angladim. Pullarni ohangrab borik tortish uchun darsga albatta qo'shilaman. Minnatdorman boringizga, besoz shukr. Ana sizni o'qiyapman, Sayyor opa. Anaqa bo'lyapti-da, men ham ana xursandman siz bilan, sizni energiyangizni his qilyapman. Rahmat, sizga minnatdorman chiroyli ta'riflaringiz uchun. Alloh rozi bo'lsin, bergan ilmlaringizdan rahmat. Duo qilavering mani. Duo yaxshi narsa, duo bilasizmi, puldan eng zo'r narsa-da. O'shaning uchun men duoga muhtojman aslida. Aslida duoga muhtojman. Buni sirlarini bilsanglar, balkim haqiqatda mani o'sha sirlarimni bilib qolasizlar-da. Chunki puldan ham burun duodir aslida. Buni hammanglarga mana shu ilmni bilishni istashinglarni xohlardim, tilardim. Bu million milliardlardan ham mana shu duo eng katta kuchga, eng ulug'lik, katta quvvatli energiyaga nimada to'lgan duolar. Oltin olma duo ol deydi-ku mashoyixlar ham. Xo'p, savollaringlar juda sahiysiz. Rahmat ustozjon, duodamiz borligiga shukur. Ota-onangizga rahmat. Mana shu Nargizda siz ota-onangizga rahmat desiz, shunaqa xursand bo'lib ketaman. Oyimga jo'natgilarim keladi, adamga jo'natgilarim keladi, bir xillarida nima qilib qolaman. Rahmat. Assalomu alaykum, savolim bor edi. Ustoz, bemalol beravering. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum sizga ham. O'z ustozni ko'rishingiz bilan o'zidan o'zi xotirjamlik, huzur kiradi, qalbingizga qandaydir ishonch kiradi. Rahmat. Xo'p, savolingizni beravering. Kimda savol bo'lsa, demak, savolinglarni beraveringlar. Raskopka bo'lsa, raskopka nima qilamiz? Mikrofonlaringlar ochiq. Ustoz, Voy, men raskopka meditatsiya qilayotganimda-chi, hozir ikkinchi marta Nozimani raskopkasida tepaga yozuvdim, yaxshi tushuntira olmadim. Boshim hamma sharlarni berib yubordim, oppoq nurga eritibdi. Keyin boshimni ichida men chiqishga urinyapman boshimdan-da. Urinyapman, keyin boshimni bundoq ikkiga ajratdim-da, ichidan puch bo'lib chiqib keldim. Kichkina, qanaqangidir bitta bosh barmog'ingiz qadar kichkina puch, oppoq puch bo'lib chiqib keldim boshimning ichidan. Как бы embrionga o'xshagan, puch embrionga o'xshab chiqib keldim boshimning ichidan-da. Bundoq chiqib keldim. Tepaga men ham nurga qarab ketyapman. Shu bilan bu yoqdagi men o'zimni bundoq qaradimda, o'sha puch mani oldim. Bundoq qo'lim bilan ajratib oldim. O'sha nurga ketayotgan joyda ajratib oldim-da, qo'limga shundoq olib, xuddi chaqaloq ko'targandek qo'limga shundoq olib, bag'rimga bosuvdim. Bir pasdan keyin o'sha puch man, boshimning ichidan yorib chiqqan puch man chaqaloqga aylandi qo'limda. Jonlanib chaqaloqga aylandi. Va ikkita nimasi bor, qanotchasi bor. O'shandan keyin aytdingiz-ku, o'zinglar hayot borliqni energiyasiga bog'laninglar. Nima qilgingiz kelyapti, o'zingizni qanaqa ko'rgingiz kelyapti, qanaqa his qilgingiz kelyapti. Keyin o'shalarga bog'landim. Misr sayohati, Dubay sayohati, dengizlar, restoranlar, kafelar, samolyotlar. Keyin qanaqa ko'rgingiz kelyapti deganingizda,
man lady bo'lib samolyotdan tushganman, gullar bilan qarshi olishyapti. Ana o'sha to'lqinga, ama charpali bo'lib aylanayotgan o'sha to'lqinga keyin qo'shildim. O'shalarni tasavvur qildim. Qaytib kelinglar deganingizda hech qaytib kelmadim, qaytib kelgim kelmadi o'sha yerdan-da, mana shu qaytarib oldingiz-da, mana shu yerga kelinglar dedingiz-da. Maza qotuvdim. Rahmat ustoz. O'sha holatga yana kiraversangiz bo'ladi, yana anaqadan keyin, tugagandan keyin. Qilaman. Yana o'sha holatga kirib olib nima qilsangiz bo'ladi. Xo'p, demak, o'g'limni ko'zi qizarib yoshlanveradi, kun isishi bilan davolatamiz, 1 oy ta'sir qiladi, yana qizaraveradi. Qaysi o'rinda stress bor o'g'lingizda? Necha yosh o'g'lingizlar? Necha yoshlar yozib oling-chi. Qo'rquv bor bu bolada. Ko'z bu ichki ruhi nimasi? 3-sinf. 3-sinf necha yosh bo'ladi? 9-10 yosh bo'ladimi? Sizni qaysi o'rinda akslantirib beryapti? Demak, ichi qalbida juda ham qo'rquv bor. Sizda qo'rquv bormi? Bor. Ana ko'ryapsiz, qo'rquvni nima qilyapti-da bu. Demak, bolangizga nisbatan ham qo'rquv bor, o'zingizga nisbatan ham qaysidir o'rinda nimadandir qattiq qo'rqasiz-da. O'zingizda ishlab ko'ring, chunki bu bola o'zingizda ichingizni ko'rsatib beradi. Qaysidir o'rinda to'g'ri, endi hozir mana endi anaqa tibbiy yo'lini qilibsiz-ku, tibbiy va doim aytaman, psixologik yo'lini qilish kerak bo'ladi. Psixologik yo'li. Qayg'u va yolg'izlik hissi bor. Yolg'izlik hissi bor. Shuning uchun ham manipulyatsiyada bu katta bo'lyapti bu bola. Nimadirlar hamda endi buni nima qilishingiz kerak, ishlash kerak. Hozir bitta SMS bilan men nima qila olmayman. Qisman qaysidir o'rinda ochib berishga harakat qilaman, lekin ishlash kerak bo'ladi. G'azabi bor, yashirib yotgan hissiyotlar bo'ladi, salbiy hissiyotlar bo'ladi. Agar o'zingizda bo'lganingizda o'zingiz bilan ishlash osonroq. Endi bu bolaniki qisman qaysidir o'rinda sizni nima qiladi? G'azabi bor. Bolasini g'azabini qaysidir ustida bostiradi, g'azabini etolmaydi. Ana endi bu bolaga g'azabini chiqarishga qaysidir o'rinda yo'l qo'yib bering. Masalan, ana mishoklarni uradi-ku, mishoklarni ursin yoki bitta joyiga olib kiring-da, ana men aytaman, g'azab chiqaringlar. G'azab bostirayotgan g'azabinglar bo'lsa, demak, bo'sh baklashkani olib shu bir nima qattiqroq joyiga urib chiqazvarsin. Nima yoqmayapti? Endi 10 yoshli bola jayam aytganingizni, masalan, yoz chizdishga sal nimaroq-ku, agar aytganingiz qiladigan bo'lsa, shu xonaga kirgin, kimdan xafasan, kimdan jahling chiqyapti, nima bo'lyapti? Hammasini mana shuni urib, gapirib, baqirib, yig'lab tashasin. Ruh qiynalyapti-da. Qo'rqyapti. Nimadandir qattiq qo'rqadi, men bilmadim uni lekin. Xo'p. Stressda, juda ham stress ko'p bu bolani. Hop, yana kimda qanday savollar? Men kechqurun 2 ta bokal yerga urib sindirdim. O, atingdan qildingiz, lekin qo'lingizdan tushib ketdi. Tak, ustoz, men hech kim bilan chiqisha olmasdim. Hali ham shunaqa. Hamon aytgan gapidan va kuzatuvlarimdan kelib chiqqan holda, demak, men yomon odamman va hech kim menga chidamayapti. Nima qil, ustoz? Insonlardan yiroqda yasholmayman. Nima qilay, ustoz? Insonlardan yiroqda yasholmayman. Sizda aybdorlik bor, Nozima, aybdorlik bor. Men hech kim bilan chiqisha olmayman. Qaysidir o'rinda to'g'ri, balkim sizni ongiz, masalan, shunaqa qizlar bo'ladi, men o'rtoqlarim bilan chiqishib keta olmayman, ularni gap so'zi tushmaydi deb одинокая bo'lib yuradi-yu. Qaysidir o'rinda o'ziga ishongan boshqasi bo'ladi, to'g'ri kelavermaydi hamma ham. Keyin men shunaqa odamlarni aytaman, Alloh ularni o'sha qo'shib yubormaydi. Hamma yoqqa bir xil mana lalala qilib ketaveramiz. Biz voy yo'g'i shunaqangi o'rtoqli padrushka bo'lib nima qilib ketaveramiz. Bir xil yolg'iz bo'ladi. Endi bu yerda yolg'izlikda qisman qaysidir o'rinda aybdorlik ketadi. Mana shu yerda ichki aybdorlik.
o'ziga bo'lgan ishonchi yo'qligi yokida o'zi xohlamaydi hamma bilan qo'shilib yurishni. Sizda manimchalik aybdorlik kuchliroq bo'lsa kerak. O'zingizni nimalarda ayblaysiz? Mana hozir aytdim-ku, o'sha ko'rdingiz, anaqangiz chiqdi, balchiqdan, demak yuqoriga chiqdingiz, demak menda aybdorliklar bor. Tushunasizmi? Aybdorliklar to'g'ri ko'p bo'ladi, lekin buni yaxshilab tozalab olishimiz kerak-da, poklab olishimiz kerak. Tozalab, demak siz bir narsa bo'lib qolsa ham o'zingizni ayblab, o'zingizni xatokorman deb sanash kerak emas, bilasizmi? Bir xillarda, mana kechagina bitta qiz bilan ishlaganimda, ona homilasidan rad etsa, 4-qiz bo'lsa yoki ketma-ket qizlar bo'ladi-yu, 4-qiz ekan, o'sha qiz hammasi yaxshi deydi, lekin o'zini o'zi ayblayveradi. Nega men deydi qiz tug'ilganman. Endi u o'g'il kutishgan, 4-qizga ham qiz bo'lib qolgan, onasi qarashni xohlamagan, onasi xolasiga berib yuborish istagan. Bunaqa nimalar ko'p-da, yokida неплановый bo'lib qoladi homila. Mana shunaqa paytda ham bola podsoznaniyada mana shu his yotadi. Ona homilasida olib yuradi, o'sha hisni bilan yashaydi-ku. Mana shu hisda, demak, voy bekor bo'lib qolish bo'yimda, voy hali tug'ishim kerak emas, o'zi bu erdan tug'ishim kerak emas degan his bo'lsa ham, demak u o'zini aybdor deb aytadi. Demak, men tug'ishim kerak emas, nimaga men bu dunyoga keldim deb podsoznaniyaning chuqur-chuqurida mana shu aybdorliklar ham yotadi-da. O'shangacha, o'sha darajagacha borish kerak. Ne только siz 1 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan davrdagi aybdorliklar emas, kerak bo'lsa ona homilasigacha borishingiz kerak. Bu bir. Ana endi yana nasliy anaqa ham yotadi-da. Qoningizda oqayotgan bo'lishi mumkin-da aybdorlik. Onangiz qattiq ayblaydi yoki buvingiz qattiq ayblagan. Mana shuni hissiyoti ham sizda yashayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun aybdorliklarni men tozaladim, men ishlab chiqdim, yana ham aybdormanmi? Men shuncha joyda o'qidim deymiz, lekin to'liq ishlanmasa haqiqatda aybdorliklar ishlab beraveradi, o'zingizni jazolab yuraverasiz. Shuning uchun har turli rakurs tomonlama ishlash kerak. To'laligicha toki bo'lma shu hayot shunaqami, men roziman deb o'tmagunizcha, yetuklik pozitsiyasi chiqmagunizcha to'laligicha ishlash kerak bo'ladi. Asabdan, stressimga bakarlar qurbon bo'ldi. Xo'p, javob bervaring. Mani erim menga umuman telefon qilmaydilar, hol-ahvol so'ramaydilar. Demak, siz o'zingizni sizdan eringiz xabar olsa, hol-ahvol so'rasa, men sevilganman deb bilasiz-da. Sizni yaxshimisan, xotin, bormisan, tuzukmisan deyaptimi? Demak, siz o'zingizni shu bilan sevgiga to'layapman, mana bu sevyapti deb bilasiz. Demak, sizda sevgi yetishmaydi. Sevgi probirkasi bo'shab yotibdi. Biz tashqi olamdan emas, ichimizda buni ko'paytirishimiz kerak. Mana shu probirkani to'ldirib oling, ana endi keyin eringiz sizga qilaveradi. Nima qilyapsan, qayerdasan deb. Chunki sizdan olish kerak o'sha energiyani, ayollik energiyasini. A uchun buni ko'paytirishimiz kerak, sevgi probirkasini. O'zingizni qaysi o'rinda hurmat qilmasligingiz mumkin, sevmasligingiz mumkin, e'zozlamasligingiz mumkin, qiymatli deb bilmasligingiz mumkin o'zingizni. Demak, biz o'zimni men qiymatliman, men kerakman deb bila olmayapmanmi? Demak, menga hech kim telefon qilmaydi, mendan xabar ham olmaydi. Chunki men o'zim yoqmayman ba'zida. O'zimga men o'zi kerakmanmi ham deb, ya'ni gumon bilan qarayman. İşona olmayman, ishonch yo'qdir. Ishonch, samotsiyada, sevgi, muhabbat, общий kompleksni ishlab, mana shu probirkani to'ldira olganingizda, ayollik energiyasi, uyg'unlikda siz kichik mana shu ruchkani ko'rsangiz ham, bu shunaqa ruchkani ham chiroyli, zo'rligini deb energiyasini his qilib, mana shu holatgacha borganingizda, erkak sizdan xabar oladi. Erkak sizdan mana shu energiyani olishga intiladi. Chunki nega? Chunki erkak ayoldan oladi-da. Ular o'tovlardan, mana ruchkalardan olib yurmaydi, ayoldan oladi. Shunaqa biz yaratilganmiz-da. Ayol kishi mana shu narsani ko'paytira oladi. Ayolda borda bu hislar, bu qobiliyat. Bu o'zini ko'paytira oladi va erkakka bera oladi. Mana shunaqa yaratganda ayol. Shunaqa yaratilganmiz-da. Shuning uchun biz o'zimizda shu probirkani ko'paytirib to'ldirib olishimiz kerak. Sevgi, muhabbat,
eringiz sizni tashlab ketganda ham siz borliq bilan hamohang. Menda bitta ustoz bor edi. Ustoz emas, trener gaplarini eshitgandim. Eringiz tashlab ketsa ham yolg'iz qolganingizda ham butun borliq bilan hamohanglikda, sevgida man yolg'iz emasman, mana man yashayapman, ko'ryapman-ku, bor-ku, mana Allohim bor-ku deganingizda siz уже to'yingan bo'lasizda va erkak sizga yopishaveradi. Bunaqa ayollarni erkak tashlab ketmaydi. Bunaqa ayollarni yonida erkak bo'lgisi keladi, birga bo'lgisi keladi. Tushunyapsiz? Mana shularni nima qilish kerak-da? Shular ustida ishlash kerak bo'ladi. Demak, aybdorlik ichimda chirib ketgan ekanda. Voy, chirib vash chirib ketgan. O'shani parcha raskopkalar bilan chiqarsa bo'lar ekan. Shunaqa qiling. Rahmat, konsultatsiya olishim kerak ekan. Konsultatsiya olishingiz kerak. Xo'p, ustoz, menda bolaligimdan beri uyda janjal bo'lsa, ayam, dadam sen aybdorsan va shu janjal seni deb urushdik deyishardi. Faqat shu uchun qachonki uyda janjal bo'lsa, o'zimni aybdor his qilaman. Keyin qayerda bo'lsa ham meni oldimda biron kishi janjal qilsa qo'rqaman va yig'lab yuboraman va oyoq qo'lim titrab ketadi. O, juda katta programma buningiz. Chuqur nafas olib, nafas chiqaring. Agar shu yerda bo'lsangiz, tak, chuqur nafas olib, nafas chiqaring. Xo'p, ichingizga tozalik, kim mana shunaqa titrab ketadi, shunaqa janjal to'polonlar bo'lsa. Davaychi qizlar, aybdorliklar bo'lsa chiqaramiz. Chuqur nafas, tozalik, yengillik, ishonch. O'ziga bo'lgan ishonch kiryapti. Ichingizdan chiqaring qiyinchilikni, aybdorlikni, to'polonlar, jahl energiyalarni chiqazaring. 3 marta mana shuni qiling. Ko'zingizni yumib, chuqur nafas oling. Tozalik, yengillik, quvvat ichingizga kiryapti. Va ichingizdan ko'rsating ongingizga, tasavvur his qiling. Qiyinchilik, og'irlik, aybdorlik, hamma salbiy energiyalar chiqib ketayotganini ko'rsating. 3 marta shuni qiling. Menda ham shunaqa bo'ladi ba'zida. Titrab ketish darajasigacha bordimi? Demak, nima borda? Mana shu urush janjallardan ko'pchilik titrab qoladi-da. Keyin bu ishlab beraveradi boshqa nima bilan. Titrab ketish ko'pchilikda bor. Ko'pchilikda bo'ladi. Bu narsa sizni erkinlikka olib chiqa olmaydi-da. Mana bunaqa narsa, erkinlik yo'qmi? Demak, siz yaxshi hayotga erkin emasman deb bilasiz. Ya'ni to'siqda erkin his qilmaysiz. Pullarga ham erkin bo'lmaydi mana shunaqa odamda. Sevgiga ham erkin bo'lmaydi. Chunki u shundoq to'siqda-da, u to'siqda qanaqa qilib men qulfdaman-ku deydi-da. Sen aybdorsan, sen anaqasan, sen bunaqasan deb mana shu qulflab tashlashgan bo'ladi, yopib tashlashgan bo'ladi-da. Va o'zini yaxshi hayotga loyiq deb bilmaydi. Aslida bo'ladi, ong ostidagi dasturlarni yechib tashlasa. Bo'ladi, sen ham bo'lasan, sevgiga loyiqsan, hurmatga loyiqsan, mehrga loyiqsan, sayohatga loyiqsan, bo'ladi. Lekin ichda to'siq turadi. Chunki janjallar, aybdorliklar, san deb bo'l deganiga bu qulflanveradi bechara bola. Qulflanvergandan keyin hissiyot, men ekanman deydi. Demak, aybdor deb bilyaptimi inson ichida? Qanaqa qilib men yaxshi hayotga o'zim loyiq deb bilaman, chunki men-ku aybdor deydi. San deb bo'lganmi? San deb mana shu narsa bo'ldi. San deb fe'lamni sindirib qo'ydim. San deb mana shu ko'ynagimni dog' qilib qo'ydim. Endi turli aybdorliklar. San deb mana san qiz tug'ilding. Unaqalar juda ham ko'p. Demak, o'zini bu ayol, bu qiz aybdor deb his qiladi, yaxshi go'zal hayotga, sevgiga o'zini loyiq deb bila olmaydi. Qanaqa qilib? Chunki men aybdorman, ayb ish qilib qo'ydim. Chunki biz shunaqa dasturlangan miyamizda. Nima endi sen ish qilmas ekansan, men senga yoqtirgan ko'ynagingni olib berishim kerak ekan. Men sen men chinnimni sindirib qo'yding, fe'lamni sindirib qo'yding. Men sen men aytganingni qilib popka olib berishim kerak, sumka olib berishim kerak, chupa-chups olib berishim kerak. Yo'q, senga hech narsa. Sen men aytganimni qilmading deb bizda ota-ona mana shunaqa dasturlangan. Demak, men chupa-chupsga loyiq emasman. Demak, men sumkaga loyiq emasman. Demak, men tufliga, ko'ylagiga loyiq emasman. Chunki fe'li sindirib qo'ydim. Chunki onam aytganini qilmadim. Chunki ovqat tagiga oldirib oldim. Tushunasizmi? Mana shunaqa ishlaydi psixika. O'shaning uchun erkin bo'la olmaydi. Hammada 90% shunaqa.
ovqat tagiga oldirib yubordingiz yoki toshirib yubordingiz yoki kuydirib qo'ydingiz cho'ginni, bir kalta yegansiz, bo'ldi, sanga hech narsa yo'q. В общем, hech narsa olib bermayman. Pul ham bermayman maktabingga. Mana shunda och borib och kelgan. Bo'ldi, oyoq kiyimni yech siningga berib, senga emas. Bunaqa nimalar ko'p bo'lgan, bu og'ir bo'ladi. Bu juda to'silgan bo'ladi. Ustoz ko'zimizni yumdirib qo'ydingiz, hali ham ko'zim yo'q o'tirma. Ne ko'zingizni yumib? Ko'zni yuming, chuqur nafas oling deb boshlavdingiz-da, yumib oldim. 3 marta qilinglar dedim, bo'ldi. 3 martada уже chiqazib yuboringlar. Men уже keyingi anaqaga ketdim-ku, уже darslikka o'tib ketdim-ku. 3 marta qilasiz, bo'ldi, toza, quvvat ichingizga kirgani, anaqalar qiyinchilik, og'irliklar chiqib ketganini ko'rsatasiz. Hop, $5000 qarz berganmiz, 4 yildan beri ola olmayapmiz. Beraman deydilar, lekin qaytara olmayaptilar. Javobingiz uchun oldindan rahmat. Ular qaytarib berishlariga ishonmaysiz. Qarz berdingizmi, qaytarib berishlariga ishonmaysiz. Ishonmasligingizda sabablar ko'p. Shuning uchun qaytmaydi. Nega ishonmaysiz? Nega berishiga ishonmaysiz? Nima bor? Yokida o'zingizni xatokorman, gunohkorman deyish ham, aybdorlik hissi bo'lsa ham qaytmaydi bu pul. Bu ham chuqur ishlanadigan programmalar bo'ladi. Bu aybdorliklar ko'p ekan bu yerdagi qizlarimizda. Xo'p, yana kimda qanday savollar bor? 3:22 bo'libdi. Demak, 2 da boshladim. Где-то 10 minutlardan keyin tugatamiz. Keyin nimaga qo'shilib vasiylar bo'laman. Hozir qarz temasi bo'lsa, qarz temasi, pulda muammolar bo'yicha raskopka va nimaga qatnashsangiz bo'ladi. 3 kunlik, $3,5 mini kursga qatnashsangiz bo'ladi. Darslik, keyin raskopkaga o'tib ketamiz. Ozgincha darslik, raskopka ishlaymiz. Bir-birini nimasi orqali yechilib ketadi. Gruppovoy ishlanganda, ommaviy ishlanganda. Xo'p, savollaringizni yo'llasangiz javob beramiz. Keyin darsni tugatamiz. Ishim har doim yurishgan, lekin oxirgi kunlarda hech ishim yurishmayapti. Demak, ishonchsizlik kuchaygan, qo'rquv kuchaygan va atrofingizda nimalarni ko'ryapsiz? Qanaqa ish yurishmayotganlarni ko'ryapsizmi? Nimalar bo'lyapti? Yozing. Juda savdo yo'q, juda pul bo'lmayapti, juda baraka ketib qolyapti. Shunaqalar bormi atrofingizda? Bormi shunaqalar? Bu bir. Va ikkinchidan, ishingiz yurishmasligida qo'rquvlaringiz bormi? Nimadan qo'rqasiz? Nimadan cho'chiysiz? Nimadan xavotirlanasiz? Mana shunga ham qaraladi. Xavotiringiz bo'lsa, demak, bu ham ish yurishmasligini tortib beradi. O kursingiz qachon boshlanadi? Boshlanadi, odamlarimiz yig'ilishi bilan boshlanadi. Yo'q, qaytanga hammani ishi zo'r, meniki to'xtab qolgan. Hammani ishi zo'r. Demak, siz solishtiryapsizmi? Solishtiryapsizmi? Hamma zo'r bo'lib ketyapti, menda o'xshamayapti. Hamma yaxshi bo'lib ketyapti. Demak, xavotirlar bor demak. Hamma tomonlama ishlash kerak bo'ladi. Xavotiringiz bormi, qo'rquvingiz bormi? Shunaqa bo'ladi, voy, bo'lmasa-ya, o'xshamay qolsa-ya, arendamni to'la olmasam, men pulimni yetkazib bera olmasam degan nimadirlar bo'ladi-da. Ichki xotirjamlik yo'q-da, shuning uchun ham ish yurishmasligini olib kelib beradi ong. Tak, ustoz, barmog'imni tirnoq qismini bexosdan shikastlab qo'ydim va og'riqqa chidab yumushlarimni bajarmoqchi bo'ldim. Atigi bitta barmog'imni harakatlana olmayotganiga yumushlarim bemalol bajara olmadim. Darhol barmog'imga minnatdorchilik etib erkalab turib, birozdan keyin e'tibor bersam og'riq yo'q. Bu mo'jiza, qoyil. Shunaqa. Qarang,
siz уже tanangiz bilan gaplashishga o'tyapsiz, Sayyora opa. Hammayam buni qo'lidan kelmaydi. Demak, siz tana bilan nima qilyapsiz? Tanalar ham gapiradi, tanalari bilan ham gaplashish amaliyotlari bor. Tanada og'riqlar bo'lsa, sizga tanalar javob beradi. Endi bu qaysidir o'rinda o'zini ustida ishlab yurgan ilmda, qalb ilmlarida bo'lgan insonlar mana shuni amalga oshira oladi. Atrof bilan gapirisha oladi. Gullar bilan gaplashaman deyishadi bir xil qizlarda. Kichkina bolachalar nima deyotgani, hayvonlar, uy hayvonlari, borliq, butun olganda koinot borliqdan signallarni olib nima qiladi va tanangiz bilan qancha biz mana shu og'riqlar bilan uni demak javoblarini olishga o'tganimizda endi bu og'riqlar psixika bilan to'liq ishlangandan keyin уже tanadan javob ola olasizda. Menda aytaman, qayta ko'p aytaman. Kasallikni tuzatadigan bir bitta trener bilan gaplashganimda, voy o'zi eshitmaydi, oshqozoni gapirib yuboradi. San aytgin deydi. Men shunda shokka tushganman 3-4 yil oldin. Qiynavardi-ku meni. Aytginsan, mana shu tanasi bilan gaplashadi deb men prosta hayron qolganman o'sha trener gapirganda. O'sha qiz gapirganda, даже ularni oshqozoni gapirib yuboradi. Voydod deyveradi. Jonimga tegib ketdi, bu tuzaladimi yo'qmi? Ya'ni o'zini ishlatadimi yo'qmi, psixikasini, miyasini ishlatadimi yo'qmi? Odamlar buni tushunmaydi. Bunga endi aytolmaymiz biz egasiga. U noto'g'ri tushunadi deydi. Aslida hamma narsa bilan, hamma narsaning joni bor, hamma narsaning joni bor. Vibratsiyasi, chastotasi boshqacha. Men energiya darsligida aytib o'tib ketdim-ku. Hammasini o'zini energiyasi bor. Sizga rahmat ustozim. Konsultatsiya nechib bo'l. Adminkaga yozsanglar, nima qiladilar? Sizga aytib beradilar hozir chegirmalarda. Demak, qizlar, savollaringiz bo'lmasa, darsni tugatamiz. Maza qilib sizlar bilan gaplashib, ancha anglashlar oldingiz deb o'ylayman. Inshaalloh, Xudo xolasa. Va juma kuni ham Xudo xolasa harakat qilamiz mana shuni o'tkazishga. Allergiya nimadan bo'ladi? Allergiya toshmalar qaysidir o'rinda ishonchsizlik belgisi va qabul qila olmaslik, ichdagi qo'rquvlar bo'lsa ham, xavotirlar bo'lsa ham allergiya bo'ladi. Shuning uchun nima, hamma narsa tibbiy, to'g'ri tibbiy qilasiz. Lekin men aytaman, hammaga aytaman, iloji boricha o'sha nima qilmang, ximikatni olmang deyman. Chunki ximikatlar mana hamma yoqda aytyapti, dorini o'zini mafiyasi bor, dori insonlarni yeb bitirish uchun, yemirish uchun chiqargan, aslida mana уже hamma yoqda ochilib ketdi. Men buni 3-4 yil oldin bilganman, lekin уже hozir hamma biladi bu narsani. Dori уже ximikat, sizni tanangizni chiritish uchun chiqarilgan, sizni o'ldirish uchun, sizni yo'q qilish uchun, sizni kasal qilish uchun, sizda rak kletkalarni ochish uchun chiqarilgan. Shuning uchun men iloji boricha tibbiy yo'l bilan tuzalishga harakat qiling. Ibn Sinoda tibbiy yo'l bilan juda ham ko'plab dorilar bor. Tibbiyot, ya'ni tibbun nabaviy kitoblarida ham juda ham ko'p aytilgan. Har bitta gul, har bitta meva o'zini davosiga ega va ruhiy holat, ya'ni psixika, ya'ni ruhiy nosog'lomlik, ruhiy salomatligingizga putur yetadi. Birinchidan emotsiyalar deymizmi, his-tuyg'ular deymizmi, hislar deymizmi, mana shular ko'payib ketib, qaysidir o'rinda noto'g'ri ishlasa, demak bu tanada kasallik ko'rinishida beradi. Endi dальнейший Xudo xolasa kasalliklarga davo duolar orqali, mana shu psixikaviy yo'l orqali hissiy sabablari bor-da, qaysidir fikrlar ham yotadi-da, qo'rquvlar shu bilan birga, bu bilan bitta qo'rquv emas, shu bilan birga qandaydir xavotirli fikrlar yotadi, dasturlar bo'ladi, programmalar bo'ladi. Ana endi Xudo xolasa o'zi niyat qilganman, chunki kasalliklar ko'payib ketgan, ongi ostida bordi. Hammasida ongi osti bilan ishlash kerak bo'ladi-da. Inshaalloh buni ham Allohdan duo so'rab turibman. Balkim Alloh qodir qilsa, psixosomatika yo'nalishini ham balkim yo'lga qo'yarman, Xudo xolasa. O'zi 4 yil oldin Dildora Majidova trener borlar, buni balkim tanirsizlar, juda ilmiy nima bo'yicha ular, psixologlar, psixoanalitiklar.
ulayotganlar. Siz psixosomatika bilan keting deganlar bekorga aytmaganlar. Psixogenetika fanini ulardan o'rganganman. Mana endi shunga qilyapman. Xudo xolasa inshaalloh. Hop, rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Ustoz rahmat, Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Amin, amin. Sizni energiyasidan o'zalash oson emas. Ustoz nimangiz bor? Sizni tugavasi darsingiz yo offline darsingiz ham bormi? Offline darslarim bo'ladi. Endi har nimada emasda, onlayn ko'proq. Keyin bir marta haftada bir marta chaqirish imkonim bor. Haftada bir marta chaqirish imkonim bor. Nima qilsam bo'ladi? Shunaqa uyushtirsa bo'ladi. Mana shu onlayndagilar, Toshkentdagilar bo'lsa keladi, boshqa viloyatdagilar ham keladi, boshqa davlatdagilar onlayn baravar o'tiradi. Bu qilsa bo'ladi. Uni ham ustoz energiya darsingizni o'zidan shifolanyapman. Judayam zo'r xursandman. Shifolanib ketasiz. Siz уже tug'ildingiz. Sizni kecha tug'ilgan kuningiz bo'ldi-yu, yangi sayyora tug'ildi. O'shaning uchun men ichimda edi, sizga aytdim-yu, tabriklayman dedim. Energiyamni jo'natdim. Xlopushkalar bilan otiladi-yu, siz уже boshqacha bo'ldingiz. Bilmayman, men shuni his qildim, Sayyora opa. Minnatdorman, zo'r dars bo'ldi. Boriga shukur, offline qiling. Offline ham qilaman inshaalloh. Offline darsingizda rosa qizg'anardim sizni. Mana shunday qizg'anadiganlar bor-da, Halima opa. Nima deyapsizlar? Anaqa balon qilinglar. Deylar, ular Turkiyadalar-da. Hop, qilaylik offline inshaalloh qilamiz, Xudo xolasa. Siz eng zo'rsiz. Voy, rahmat Dilrabo, rahmat. Dilrabo men bilan, Dilrabo bilan anaqa qilib, nima qilib kelganmiz necha yildan beri. Xudo xolasa qilamiz offline'larni. Xo'p, sog' bo'linglar, go'zallarim, sizlar eng chiroylisizga, eng chiroyli baxtga mana sizlar loyiqsizlar. Esinglarni chiqarmaydi mana shu gaplarimni. Sizlar baxtga loyiqsizlar, sevgiga loyiqsizlar, esinglardan chiqmasin. Shunaqa chiroyli orzularingiz bordi, ichingizda saqlab kelayotgan bo'ladi, lekin bo'lmas, lekin mashinaga loyiqsizlar, shu kunlar keladi. Faqat Allohdan nima qiling, sizga anglatib bildirib qo'ysin, tezroq borish yo'llarini, Xudo xolasa. Rahmat, men his qildim. Bo'lsa chislosini ayting Instadan ham, hop, ilmingiz ziyoda bo'lsin. Rahmat. Rahmat ustoz, eng yaxshilariga loyiqmiz. Eng yaxshilariga loyiqsizlar. Sog' bo'linglar, kuninglar xayrli, fayzli o'tsin. Alloh har bitta duoyingizni, har bittangizning duoyingizni ortig'i bilan amalga oshirib bersin. Rahmat hammasi uchun ustoz. Sog' bo'linglar. Xayr. Ustoz, Allohga omonat bo'ling. Kattakon rahmat. Rahmat, siz ham.